Salom. Bugungi yangiliklarda pensiya tizimida yuzaga kelgan muhim xato va uning tuzatilishi haqida gaplashamiz. Bu yangilik nafaqat nafaqadagi fuqarolar, balki kelajakda pensiya olishni rejalashtirayotgan barcha odamlar uchun katta ahamiyatga ega. So'nggi yillarda ayrim pensiya hisob-kitoblarida xatoliklar kuzatilgan. Masalan, ayrim fuqarolarga to'lanishi kerak bo'lgan pensiya miqdori noto'g'ri hisoblangan va ular belgilangan summadan kamroq pul olishgan. Shu sababli ko'plab odamlar moliyaviy jihatdan qiyinchiliklarga duch kelgan. Bu xatoliklar asosan elektron tizimdagi hisob-kitoblarda yoki mehnat staji va ish haqi ma'lumotlaridagi kamchiliklar natijasida yuzaga kelgan. Endi esa hukumat ushbu muammoni jiddiy qabul qilmoqda va xatoni tuzatishga qaror qilindi. Pensiya hisob-kitoblari qayta ko'rib chiqiladi, noto'g'ri to'langan summalar esa fuqarolarga to'liq qaytariladi. Shu bilan birga, kelgusida bunday xatolarni oldini olish maqsadida elektron tizimlar yanada takomillashtiriladi va barcha hisob-kitoblar avtomatik tarzda tekshiriladi. Bu esa nafaqat mavjud xatolarni bartaraf etadi, balki yangi fuqarolarning pensiyasini to'g'ri hisoblashga imkon yaratadi. Fuqarolar o'z pensiya hisob-kitoblarini onlayn tarzda tekshirishi mumkin. Buning uchun davlatning rasmiy portaliga kirib, shaxsiy kabinet orqali ariza berish kerak. Portal orqali nafaqat o'z pensiya summangizni ko'rish, balki kelajakdagi pensiya prognozini ham bilib olish mumkin. Shu tarzda har bir fuqaro o'z huquqlarini nazorat qilishi va xatolik yuzaga kelgan taqdirda darhol tegishli idoralarga murojaat qilishi mumkin. Shuningdek, bu yangilanishlar nafaqadagi fuqarolar uchun qo'shimcha mablag' olish imkonini ham yaratadi. Agar siz ilgari kamroq pensiya olgan bo'lsangiz, endi sizga yetkazib berilmagan summalar hisobingizga qo'shiladi. Shu sababli bunday yangiliklar moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va fuqarolarning hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Shuni yodda tutingki, pensiya tizimidagi bu o'zgarishlar barcha fuqarolar uchun adolatli hisob-kitoblarni ta'minlaydi. Agar siz ham pensiyaga da'vo qiluvchi shaxs bo'lsangiz, o'z hisob-kitoblaringizni tekshirishingiz va zarur hollarda ariza berishingiz muhimdir. Shu bilan birga, kelajakda pensiya olishni rejalashtirayotganlar ham ushbu yangiliklarni hisobga olishi kerak, chunki tizimdagi yangi tartib va elektron tekshiruvlar sizning kelajakdagi nafaqangizni to'g'ri belgilashga yordam beradi. Pensiya bo'yicha yangiliklarni kuzatib boring, arizalaringizni o'z vaqtida yuboring va barcha moliyaviy huquqlaringizni himoya qiling. Shu tarzda siz nafaqat o'zingiz, balki yaqinlaringizning ham kelajakdagi moliyaviy barqarorligini ta'minlaysiz.